Mana. Farg'onaliklar shaqillatib soqqani qilib yotibdi akalar. Imijimida uyda soqqa qilaman sizlar, yosh kallani ishlatadigan bizneslarimizdan oyoq kiyim bog'ichini ishlab chiqarish biznes. Xohlaganlarga mahsulot tayyor bor. Uskunalarni ham tayyor Xitoydan olib kelib qo'yganlari yoki zakaz qilsalaring bo'ladigani ham bor. Dilshodbek aka, bu mahsulot turlarimiz-a bu? Mahsulot turlarimiz bular mana. Ranglari xohlagan zakazga qarab chiqarib beraveramiz. 83 xil rang bor mana shu ipimizda. Kunda necha kilometr chiqarib beradi aka? Hop, kuniga 1000 metr, 1,5 ming metrgacha ishlashiga qarab mana shunaqangi mahsulot tayyorlab beradi mana. 1,5 mingtagacha. 1,5 ming shtugacha beradi. Zo'r. 3,5 ming dollar akalar bittasi vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi ichida. Mutlaqo tekin. Undan tashqari g'alta ko'radiganimiz. Bunisi necha pul? Buni 1200 dollar vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Mana bu yerda jupi bor akalar. Bu qancha? Bunimiz 2,5 ming dollar. Vodiyda bolalar akalar maktabni bitirguncha o'zi bitta ikkita hunarli bo'ladi. Mana oyoq kiyim bog'ichini ishlab chiqarish jarayoni. Bu to'quv mashinasi. Mana o'chiraring. Mana shunaqa ip bu chiqarib beradi. Ipini u nakonechnikini uryapti. Ko'rgan birinchikalaring. 4,5 ming dollarga vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi обучениялari. Pastda nomer akalar, alyo, ish bitta.